Quyosh zaminimiz Yerga eng yaqin joylashgan yulduz. Quyosh nuri va tafti tufayli yer yuzida hayot mujassam. Quyoshning kattaligini Yer bilan solishtiradigan bo'lsak, Quyosh nihoyatda ulkan. Yer kattaligidagi 1,300,000 ta sayyora Quyoshning ichiga joy bo'lishi mumkin. Ammo Quyoshni koinotdagi eng katta yulduz deb bo'lmaydi. Koinotda shunday yulduzlar borki, ular aql bovar qilmas darajada ulkan. U yulduzlar oldida Quyosh kichik bir zarraga aylanib qoladi. Ushbu videomizda koinotdagi fanga ma'lum eng katta yulduzlar o'nligini havola qilamiz. Aslida yulduzlarning kattaligini aniq aytish qiyin. Olamdagi eng katta yulduz qaysi ekanligini aytish undan-da murakkab. Chunki yulduzlarning aniq belgilangan diametri yo'q. Ular pulsatsiyalanadi va kattalashib boradi. Biz ularning diskini aniq o'lchay olmaymiz. Shunga ko'ra biz ularning diametri yoki radiusi haqida gapirganda yulduzlarning fotosferasini qo'shib hisoblagan holda aytamiz. Bundan tashqari ilm-fan bir joyda turmaydi. Borgan sari aniqroq o'lchovlar amalga oshiriladi. Masofalar va boshqa parametrlar aniqlashib boradi. Ba'zida esa yulduzlar kutilganidan katta bo'lib chiqadi. Shuning uchun eng katta yulduzlar ro'yxati tez-tez o'zgarib turadi. Yulduzlarning kattaligi asosan Quyosh radiusiga nisbatan o'lchanadi. Quyosh radiusi esa 696,000 kilometrga teng. Buni Yer radiusi bilan solishtiradigan bo'lsak, Quyosh radiusi Yer radiusidan 109 martaga katta. Ushbu videodagi ma'lumotlar Xalqaro astronomiya jamiyatlarining 2021-yilning fevralidagi ma'lumotlariga asoslangan. Chayon yulduzi. Chayon yulduz turkumiga kiruvchi bu yulduz Yerdan 7,4 ming yorug'lik yil uzoqligida joylashgan. Bu yulduzning radiusi o'rtacha 1411 Quyosh radiusiga teng. Yorug'ligi esa Quyoshdan 330 ming martaga yorug'. Uning yuzasidagi harorat 3600 Kelvin atrofida. Oqqush yulduzi. Bu yulduz Yerdan 5153 yorug'lik yil uzoqligida Oqqush yulduz turkumida joylashgan. Oqqush yulduzining radiusi o'rtacha 1420 Quyosh radiusiga teng. Olimlarning fikricha, bu yulduz bundan-da katta bo'lishi mumkin. Massasi esa Quyoshdan 25 martaga og'ir. Yorug'ligi esa Quyoshimizdan o'rtacha 140 ming martaga yorug'. Bu yulduz yuzasidagi harorat 3,5 ming Kelvin atrofida. Kamon yulduzi. Bu yulduz Kamon yulduz turkumida bizdan 5247 yorug'lik yil masofasida joylashgan. Kamon yulduzining radiusi 1520 Quyosh radiusiga teng. Taxminiy hisoblarga ko'ra uning radiusi 1940 Quyosh radiusiga yetishi mumkin. Ammo bu hozircha o'z tasdig'ini topgani yo'q. Uning yuzasidagi harorat 3,5 ming Kelvindan yuqori. Yorug'ligi esa Quyoshimizdan 340 ming martagacha yorqin. Agar bu yulduz Quyosh o'rnida Quyosh sistemasida joylashganida asteroidlar halqasigacha bo'lgan joyni egallardi. Vesterland 126. Bu yulduz Yerdan 11,5 ming yorug'lik yil masofasida Altar yulduz turkumida joylashgan. Uning radiusi 1,5 ming Quyosh radiusidan 2,5 ming Quyosh radiusigacha teng bo'lishi mumkin. Uning yoshi ko'pi bilan 5 million yil atrofida. Yuzasidagi harorat esa 3000 Kelvindan yuqori. Bu yulduz Quyoshimizdan 380 ming martaga yorug'. Cepheus yulduzi. Yerdan 11,5 ming yorug'lik yili uzoqligida Cepheus yulduz turkumida joylashgan.
Ushbu yulduzning radiusi 1535 quyosh radiusiga teng. Uning yorug'ligi quyoshimizdan 625 ming martagacha yorug'. Yuzasidagi harorat esa 4000 kelvindan yuqori. Bu yulduz taxminan 18,7 million yil avval paydo bo'lgan. MML oqqush yulduzi bizdan 5300 yorug'lik yil uzoqligida oqqush yulduz turkumida joylashgan. NML oqqush yulduzining radiusi o'rtacha 1642 quyosh radiusiga teng. Olimlarning taxmin qilishicha, uning radiusi 2700 quyosh radiusiga teng bo'lishi ham mumkin. Agar haqiqatan ham shunday bo'lsa, bu yulduz koinotdagi eng katta yulduzga aylanadi va quyoshdan 21 milliard martagacha katta hajmga ega bo'ladi. Ammo bu hozircha tasdiqlanganicha yo'q. Voyager J64 yulduzi Yerdan 163 ming yorug'lik yil uzoqligida katta Magellan bulutida joylashgan ushbu yulduz radiusi 1540 quyosh radiusidan 2000 quyosh radiusigacha teng bo'lishi mumkin. Massasi esa quyoshimizdan 40 martaga og'ir. Voyager J64 yulduzining yorug'ligi quyoshimizdan 500 ming martagacha yorqin. Uning sirtidagi harorat 3200 kelvin atrofida. VI Katta It yulduzi. Bu yulduz bizdan 3900 yorug'lik yil masofasida Katta It yulduz turkumida joylashgan. Uning radiusi 1800 quyosh radiusiga teng deb baholanadi. Ushbu yulduz insoniyatga 2 asrdan buyon ma'lum. Ancha vaqtgacha bu yulduz koinotdagi eng katta yulduz deb hisoblanib kelingan. Uning umumiy hajmi quyoshdan 3 milliard martaga katta. Yorqinligi esa 270 ming martagacha yorug'. Yuzasidagi harorat 3,5 ming kelvindan yuqori. UY Scuti yoxud Qalqon yulduzi Yerdan 9,5 ming yorug'lik yil uzoqligida Qalqon yulduz turkumida joylashgan ushbu gipergigantning radiusi 1900 quyosh radiusiga teng. UY Scuti yulduzi o'z bag'riga 5 milliarddan ortiq quyosh kabi yulduzlarni sig'diradi. Agar quyosh UY Scuti yulduzidek kattalikka ega bo'lganida Yupiter orbitasigacha bo'lgan joyni egallagan bo'lardi. UY Scuti yulduzining diametri taxminan 2,5 ming kilometr atrofida. Yorqinligi esa quyoshimizdan 340 ming martagacha yorug'. Yoshi esa 10 million yil atrofida. UY Scuti yulduzi 1860-yili Bonn observatoriyasi astronomlari tomonidan ochilgan. UY Scuti yulduzi shu qadar ulkan hajmga ega bo'lishiga qaramasdan, massasi quyosh massasidan 10 martaga og'ir. Nafaqat UY Scuti yulduzida, balki boshqa gipergigant yulduzlarida ham zichlik nihoyatda past. Ulardagi zichlik havoning zichligidan 1000 martalab kam. Chamasi so'nggi 10 yil davomida u koinotdagi eng katta yulduz deya hisoblanib kelinayotgan edi. Biz ham bir qancha videolarimizda UY Scuti yulduzini olamdagi eng katta yulduz deya ta'kidlab o'tganmiz. Ammo eng so'nggi tadqiqot natijalariga ko'ra UY Scuti yulduzi koinotdagi eng katta yulduz degan nomni boshqa bir yulduzga bo'shatib berdi. Katta hajmdagi fazoviy changlar UY Scuti yulduzini Yerga ko'rinish berishini to'sib qo'yadi. Agar bu to'siq bo'lmaganida UY Scuti osmonimizdagi eng yorug' yulduzlardan biri bo'lib ko'rinar edi. Stevenson 218 yulduzi. Bu yulduz bizdan 19 ming yorug'lik yil masofasida Qalqon yulduz turkumida joylashgan. Radiusi 2150 quyosh radiusiga teng. Stevenson 218 yulduzi 1990-yili amerikalik astronom Charles Stevenson tomonidan topilgan.
Bir necha yillardan buyon olimlar o'rtasida ushbu yulduz eng katta yulduz bo'lishi kerak degan bahs bo'lib kelayotgan edi. 2021-yilning fevralida olib borilgan tadqiqotlar natijasida Stevenson 2.18 yulduzi UY Scuti yulduzidan katta ekanligi aniqlandi. Ushbu yulduz Quyoshimizdan 10 milliard martagacha katta. Agar bu yulduz Quyosh sistemasida joylashganida Saturn orbitasigacha bo'lgan joyni egallagan bo'lardi. Balki koinotda biz yuqorida tilga olgan yulduzlardan-da ulkan yulduzlar bisyordir. Zero eng zamonaviy teleskoplarimizning ham imkoniyatlari cheklangan. Koinot esa aql bovar qilmas darajada ulkan. Fan uchun boshqa olis galaktikalardagi yulduzlarning kattaligi noma'lum. Biz esa fan tomonidan e'tirof etilgan eng katta yulduzlar o'nligini havola qildik.